Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun yana Shuki Minecraft kanali. Bugun sizlar bilan Shuki Imperiyasi serialini olamiz, ya'ni Shuki Imperiyasi roligini olamiz. Bunda biz qishloq yaratamiz, o'zimizga jitillar olib kelib, bu shaharni juda ham kuchli davlatga aylantiramiz. Unday bo'lsa, videomizni boshladik. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. Men mana bu joyni tanladim o'zimizni imperiyamizga va bu yerdan bitta urug' bergandi. Mana bu yerga tushibdi. Menda 4 ta shers bor va ozmuncha bo'lsa ham to'ysa bo'ladigan go'sht bor. Men mana bularni olib olaman. Birinchi bo'lib menga do'stlar versak yasab olaman. Chunki biz birinchi bo'lib temirdan kuchayib olishimiz kerak. Mana hozir mana bu kirkani olib, konga tushib, narsa olib kelamiz. Menimcha shu yerda kon bor edi. Otam bor ekan. Yo'q. Shu tarafda edi. Kon, tak. Ha, mana do'stlar, kon ham bor. Sekin tushib olamiz va biz qishloqni qurishda davom etamiz. Bu yerda nima bor ekan? Ko'mir bor ekan. Hozir ko'mirni olaman. Birinchi bo'lib temir. Yo'q, tosh olishim kerak va toshdan kuchayish kerak do'stlar. Bizga albatta ko'mir ham kerak bo'ladi, chunki ko'mirdan biz fakel yasaymiz. Bu yer tagi suv ekan. Hozircha tushmaymiz. Do'stlar, mana bu yerda temir ham bor ekan. Hozirchalik bu yerda ko'mirlarni olamiz. Toshlar ham olishimiz kerak. Tosh albatta bizga kerak bo'ladi. Temirni eritishimizga ham tosh kerak bo'ladi. Do'stlar, men bu vijivaniyada umuman kreativ qilmayman va do'stlar bo'lib ketmaslikka ham harakat qilaman. Shuning uchun shuncha mehnatni qadrlagan holda siz like va obuna bo'lib bizga motivatsiya berib tursangiz bas. Bunday videolar hali ko'p bo'ladi do'stlar. 20 tacha tosh yetib qoladi. 20 ta tosh. Bu yerdan chiqib olamiz. Boyaga versiya qo'ygan joyimga boramiz. Bu otni ham olib qolish kerak. Qo'ylar ham yaxshi ferma ham qilamiz do'stlar. Albatta ferma ham kerak narsalardan biri. Hozir esa biz kuchayib olamiz. Undan ozmuncha cho'p olib, qilich, topor, kirka, lapatka va bu yerdan divan ham olamiz. Divan ham kerak bo'ladi. Bularni olib qo'yganiga bitta bunaqa olamiz. Ya'ni nima deyiladi, pech olamiz, pech. Mana bulardan bu yerga qo'yib, buni ham bu yerga qo'yib turamiz. Va biz toporimiz bilan buni olamiz do'stlar. Do'stlar, o'tgan videomizni 90 ta odam ko'ribdi. Birinchi videoga bu ajoyib natija. Kattakon rahmat sizlardan aktiv bo'lganlaring uchun. Lekin uncha ko'p like bosmayapsizlar do'stlar. Ko'rayotgan videolaringga iltimos like bosib ketinglar. Bu biz uchun juda ham zo'r motivatsiya bo'lardi. Mana bu yerda temirlarni olamiz. Do'stlar, juda ham qo'rqib ketdim. Bu yerdan chiqish kerak ertaroq. Men qo'rqib ketibman negadir do'stlar. Chunki video olyapman, yonimda ham hech kim yo'q. Tezroq chiqamiz bu yerdan. 8 tagini temir olib oldik. Bu bizga yetadi, oz kech qolishi mumkin. Do'stlar, juda ham cho'chiyapman negadir. Aytganimdek kech ham bo'lib oldi do'stlar. Tezroq yonimizga moblar kelmasdan oldin uxlab olishimiz kerak va biz mana bu pechga mana qo'yib bu yerga
Bizda ko'mir ham bor va temirni olamiz birinchi o'rinda va uy qurishni boshlaymiz. Ertalab bo'lsa uy quramiz do'stlar. Hozir esa biz yotib uxlaymiz. Hali kechmadi deyapti. Endi bo'ldi balki. Yo'q, hali ham kech bo'lmadi. Endi bo'ldi yo'q. Yo'q. Ikkita temir bo'ldi uyimizda. Biz birinchi bo'lib uyimizni qurishimiz kerak. Endi necha bo'ldi? Ana. Do'stlar, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. 4 ta bo'libdi. Yaxshi, endi biz daraxt chopishimiz kerak. Bu qishloqda hamma narsasini o'zimiz rivojlantiramiz, do'stlar. Daraxtlardan daraxt chiqsa, ularni ham qayta ekib qo'yamiz mana shu yerga. Qani 12 ta bo'libdi endi. Yaxshi, 12 ta bo'lsa, keyingi videomizda jitellarni ham olib kelamiz bu imperiyamizga. Bizga hozircha juda ham ko'proq daraxt kerak bo'ladi. Ko'p daraxt kerak. Hozircha 24 ta daraxt bo'ldi. Menimcha shuncha daraxt birinchiga yetib qolsa kerak. O'zimni uyimni mana bu yerga qurmoqchiman. Birinchi o'rinda men o'zimni uyimni qurib olishim kerak. Kechikani ham olamiz. Va 2 bo'ldi bizning darajamiz. Ko'ramiz oxirigacha necha qila olamiz ekan. Bu yerdan o'zimizga hozircha bizga shuncha yetib turadi. Uyni qayerga? Mana shu yerga quramiz uyimizni. Hozir do'stlar, men mana shu yerdan bo'lsa bu yerga bitta, bu yerga va bu yerga esa loy qo'yib ustidan bo'ladi shu. Va bu yerdan qo'yamiz. Uyim yaxshi chiqyapti degan umiddaman. Juda ham zo'r uy qura olmayman. Shuning uchun shundan kulmaysizlar degan umiddaman. Va yana daraxt qo'yamiz va bizning uyimiz hali bitmadi. Toporimiz qani? Mana ekan toporimiz. Tak. Mana shuncha bemalol bo'ladi. Vaqti o'zim olib ketmadimkan. Yo'q, normallik bo'ldi. Menimcha bitta qo'yish kerak bo'ldi menimcha. Bo'pti. Buni to'g'risi mana bu yer ekan. Ham bo'ldi menimcha. Va bu yerlar
Yana biz daraxt olib olishimiz kerak. Oho, videomiz ham 10 minut bo'lib ketdi. Videomizni yana o'tira oldik. O'zi bizi yaxshi ko'rib qoldi. Ketmaydi menimcha endi. Ko'proq daraxt olishimiz kerak. Menimcha yetib qolsa kerak. Do'stlar, videomizni ikkinchi Minecraft'dagi kunlarimiz soni ikkinchi kunga ham keldik. Bu yerni hammasiga yog'och taxta olamiz. 20 ta taxta bo'ldi, 24 ta bo'ldi, yetadi. Mana. Voy. Xato do'stlar. Mana bu yerga qo'ysak menimcha bo'lar. Ha, bo'ldi. Do'stlar, endi bu tarafga o'tamiz. Uyimizni ham hali rivojlantirib zo'r qilamiz do'stlar. Yetmay qoldi. Bu yerda 16 ta olsak bo'larkan, hammasiga olib tashlaymiz. Menimcha 16 ta yetmasa kerak o. Yo'q, yetmaydi ekan aytganimdek. Yetdi. Orqa tarafga ham bor. Вообще cho'ziq bo'lib ketibdi uyimiz do'stlar. Bunday bo'lsa, oho, bir nechtadan qilsak bo'lar. Nechtadan bo'ladi bizga bu uy. Ama yeterli şu yerden qilsak. Yüzeylerini olamiz. Bunisini ham. Va bunisini ham. Buyuni oxirigacha qilib olib, videomizni tugatamiz do'stlar. Chunki videomiz juda ham uzoq bo'lib ketdi. Bu yerga ham 4 ta. 1, 2, 3. Mana do'stlar, bo'ldi. Yana yetmasa lekin qo'yib qolaman. Yo'q. Mana do'stlar, uyimizni ham uncha qilmadik, eshik ham qo'yamiz mana bu yerga. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Davomi 5 ta likedan keyin chiqadi, ya'ni ikkinchi qismi. Xayr, sog' salomat bo'ling.